Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisiz? Boshlagan kunlaringizda xayrli bo'lsin. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Bugun xudo xolasa bizlar Qo'shko'pir tumani Kirov mahallasiga keldik. Bu yerda bir tabaqali bir temir eshik, ikki tabaqali bir temir eshik, neoklassika uslubda ishlangan 1.8 asimkonli listlardan ishlab ko'ribmiz. Hammasini alt jihozlarini batafsil tushuntirib o'tamiz sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, bu eshikimiz 1.8 lik asimkonli list, ustunda tilla-svet nijveykalar bilan bezaklangan, zamoqlari Zuber zamoqlardan qo'yib berdik. Zamoqlarimizning kачествосini ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bu eshigimizda 6x4 lik stenada profillarni urib, zalskoy qullablardan 3 dan qo'yib berdik. Pachnikli qullab ko'rishingiz mumkin. Kачествоsi yaxshi. Ablanshiklar 12 cm, kalyonli shishalarni solib ustun ketib berdik. Hurmatli kuzatuvchilar, eshigimizning paroqlari shu yerdan ishlandi. Eshigimizning kraskasiga keladigan bo'lsak, mana 4 siloy kraska hisoblanadi. Birinchisi gruntovka, ikkinchisi antigraviy gravatex. Keyingi ikki kraska hisoblaymiz. Mokriy asfalt, oxirgi siloyi lak bo'ladi. Laklar glansoviy bo'ldi. Zakaz bilan nijveyka passivet tushib turishligi uchun. Aynalarni aytib o'tdik. Glass Pro'ni kalyonli shishalardan solib berdik. Ichkari tarafi ko'rinmaydigan matviy aynalardan bo'ldi. Ichkari tarafini ham ko'rishingiz mumkin. Duaynoy rezinkalar bosildi. Aynalari ichkari ko'rsatilmaydigan aynadan, uголоклari bosilgan. Eshigimizning ichkari tarafi ham dush konturli rezinka bosilib ishlandi. Ertangi kuni shum jo'natish uchun. Yana ichanidan tashqari yoqdi, yana ko'rishingiz mumkin. Ichani hech qanday bir yorug'lik o'tmaydi. Shum, shamol hammasadan to'sadi. Penalari manasasi urildi. Xudo xolasa ikkinchi eshigimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib borasizlar. Ikkinchi eshigimiz BAM high-tech uslubida. Bellar ham qalin listlardan bichilib, ruchnoy ishlangan. Nijveykalarni e'tibor bersangiz, yana sudradon joylari ham e'tibor olinib, ertangi o'yin shodan zangamashlik uchun shunda ishlab ko'ramiz. 5 taraflama bichilib ishlangan. Ertangi o'yin karcha bilan bemalol yurishingiz mumkin. Bu ham shu kraskalardan mokriy asfalt, ichkari tarafi alikafon, uголоклari bosilgan, kalyonli shishalar solingan, zamoqlari stimul yaxshi zamoqlardan o'rnatildi. Ko'rib borasizlar, xudo xolasa xizmatlar bo'lsa telefon raqamlarini qo'yamiz.